Assalomu alaykum. Biz Ot.uz kanalimizni kuzatuvchilari, podpischilar akalar, xudo xolisa bugungi sanamiz 17-fevral. Men Toshkent shahar Parkentdaman. Shu ekranda ko'rinib turgan 10 namayotgan ot bugun sotuvda. Jonivor ot ekan lekin boru. Shu otni 14-kuni uloqda ko'rdim. Haqiqatan marralari ham bor, garantiyasi ham bor. Libo qalingga solib ko'rasizlar. Qo'ylari biri 55, biri 60 atrofida. Otni g'ayratini qarayni, oldiga bir qoqqanda уже pavorotga bermasdan faqat yuguraman deyapti. Bosgan bosiqlarga bir baho berasizlar. Xullas bugun ulog'i kuchli otni sotuvda. Narxi ham cho'ntaybob bo'ladi dedilar. Ot egalari Farhod aka bizga to'liq ma'lumotni o'zlari beradilar. Farhod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatsiz, yaxshimisiz? Charchamasdan. Yaxshi kelib qoldingizmi? Jonivor. Charchamayapsizmi? O'nnamayapti-yu bu. Ha, otni kuchli aka bugun xudo xolisa. Do'stim, mashinaga qarab bitta qo'yib yubor otni. Ketdi mana. Tepaliqqa chiqib ketishini qarang, tepaliqqa. O'sha kuni qora tuxumda bilasiz, marra tepaga qarab bo'ldik-ku, ha? Tepaga uncha ot yugura olmadi. Ha, bular charchamaydi aka xudo xolisa. Mana qirga ham yuguryapti, pastga ham. Jonivor. Og'zini qattiq emas-a? Og'zi polvonga qattiq emas aka. Ha. Mening yuradigan odamga qattiqlik qiladi-a? Yosh bolaga ozgina qattiqroq. Joningiz sog' bo'lsin. To'g'risini gapirganingiz uchun rahmat. Uloqchi otda og'zi yumshoq bo'lmaydi aslida. O'shaning uchun yosh bolalarga berayotganda xushyor bo'lasan deb qo'yasizlar. Chunki ko'ryapsizlar, ot o'nnamay qoldi, qizib qoldi aka. Qizib qolsa g'ayrat juda kuchli-da. Faqat chopaman, jilovni qo'yar, chopaman deb uradi. Bo'ldi. Biz yo'qolsam ma'lumotni tezlashtiramiz elga. Aka, bo'yi, yoshi. Aka, yoshlari 9 yosh xudo xolisa. 9 yosh, ha? Bo'ylari 1.55. 1.55, ha? Ha, plus ham chiqadi, 1.55 ga beraveraylik. Ketaman deyapti. Polni ketaman deyapti. Yeb ichishi, oyoq qo'li sog'ligi, uloqlari garantiya xudo xolisa. Oxirgi qanaqa yuvoshligi odamga? Odamga juda yosh aka, qaraganda, tashlaganda, shu minganda g'ayrat oshib ketadi aka. Ha, ustiga chiqqanda o'zi boshqa narsa. Qaraganda juda yosh. Axilles. Aka, o'tgan safar bitta ot chiqargandik. Krasavchik degan. Krasavchik. Daqiqada sotildi? Va u 2 minut ichida sotildi. 2 minutda sotilgan. Xudo xolasa, akam qo'llari yengil. Oradan gidetda kuchli aka bu. 2 oy vaqt o'tib, mana bitta ot toplabdilar, tayyorlabdilar. Xudo xolasa, endi bu qo'llarni ko'ramiz, qanaqa ekan. Otni endi yuvosh qilib narxini aytsak aka. Elga tushadigan qilib. Narxini aka o'ziga qarab qo'yamiz aka otni. Ha. Sezon ham tugab qoldi. Aha. Sezonda bular aka, bilasizmi, otlar yaxshigina pul. To'g'ri. Pulini yengil qilib aka $3100 deymiz. Kami bo'ladi. Ha, jonivor. $3100, ha? Savdosi bo'ladi. Sunnat o'tib beramiz. Akalar ko'rdinglar, otni mana g'ayratini ko'rib turibsizlar. Narxi juda arzon bo'ldi. $3100 aytildi. Ot mana shuncha bir 20 minutdan beri hozir kadr olyapmiz. Terlab kuyib ketgan yo'q. Ozgina nomiga ter chiqarib qo'ydi. Ot tayyor sovigan. O'zi badanini ko'rib otvoz akalar hisobini chiqarib olishdi. Bitta qo'yib yubor polvon endi. Ha, ketdi mana. Ketishini qarang. Aloqaga chiqaverasizlar Farhod aka. Barakali savdo bo'lsin aka. Aka, aytganingiz kelsin. Xudo xolasa keyingi efirlarda ko'rishguncha aka, yana ham zo'rlarni olib keling. Lekin narx arzon bo'ldi akalar. $3100 ga ulog'i garantiyali ot sotuvga qo'yildi. Yakkaga garantiya. Kelib bemalol chopib ko'rib hisobingizga chiqsa mana baraka qilsin. Sekin. Jonivor, to'xtamas ekan-a? Ha? Bizi qizib qoldi aka. Bitta yugurganda ketadigan ot ekan.